hozir mana mushuniki. Chorvachilik bo'yicha. Chorvachilik bo'yicha 10 yillik ritmimiz bor. 17% beramiz. Bo'ydoqchilikka 4 yilga beramiz. 1 yil imtiyoz davri bilan uni ichki bozorga chiqarsangiz ham bo'ladi. İçki bozorga chiqarib, shu yetdingiz bo'lsa, shu ichki bozorimizdan olsangiz bo'ladi. Xususiy jismoniy shaxsga, yuridik shaxsga? Yo'q, fermerlarga beradi, yuridik shaxsga. Agar o'zingizda nima bo'lsa, birorta fermer bilan ijara shartnoma qilib olsangiz ham bo'ladi. Jismoniy shaxsga demak yo'q. Yo'q, jismoniy shaxsga emas, bu faqat yuridik shaxslarga beriladi.